Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz mana yana navbatdagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib o'rnatyapmiz. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani 3 qishlog'iga olib kelib ustanovka qilyapmiz. Bu darvozamizning razmeri eniga 4 metr, bo'yiga ham 4 metr, 16 kvadratli darvozamizni ustanovka qilyapmiz. Materialiga keladigan bo'lsak, darvozamizning stoykalarini o'ngdan qo'yib berdik. Qalinligi 2 yillik stenkada. Profillari 6 ga 4, qalinligi ham, buning qalinligi ham 2 yillik stenkada. Listimiz ham 2 yillik stenkada, ponni qalin, yaxshi materiallardan ishlatib qo'yib berdik. Tagiga mana ham 10 lik chibillarni qo'yib berdik, shu mashina kirganda ezilmasligi uchun. Ishlarimiz, kraskasi ham o'sha garantiyali kraskalardan olib kelib sotib berdik. Darvozamiz akalar, darvozamizning orqa tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. Darvozamiz tevasini pramogini lazer list o'ydirib, chiroyli qilib mana havo o'tadigan qilib berdik mana. Listlari qalin 2 lik listda bo'lgan mana. Akalar darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga chiqib olasizlar. O'lchab dostavka ustanovkasi ichida. Darvozalarimiz 1 kvadrat metri 600 mingdan 2 million so'mga bor. Tanlagan yoqqan fasollarni o'rnatib beraveramiz.